Qaysi birini yuvdingmi mashinamni? Jonlar, jetor sen yudingmi? Qara egasi keldi. Yo'q. Hozir o'rta. Oynalarning dovi shunday turibdi-yu. Yuvganmi bular, ha? Ziyodulla, sayuvmiding? Ha, o'rta, tirikchilik. Shu yerda 3-4 so'm pulimni topib turibman. Beomoyga tekin bo'pti-da. Oynasini hali artmasini. O'rtoq qo'ying. Ertaga choyxona bolalar bilan. Ertaga обязательно o'tgan, asal kutaman o'rtoq. Gaplashamiz. Ali onasi. Alo. Adasi. Qizimizni mazasi yana bo'lmayapti. Bilaman. Bir haftadan beri sig'i ko'tarilyapti. Yana oshib ketdimi? Ha. Dorilarni ro'yxatini sizga tashlaboraman SMS qilib. Iloji bo'lsa olib keling. Sotmasak bo'lmaydi. Mayli xotin. Tashlavor. Bir amallayman. Do'stim, shu dorilarni hisoblab bering. Okey, bitta bosh dori bering. Ha, hozir. Ziyodulla, bormisan? Rahmat o'rtoq. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Ertaga choyxona. Men egalim o'rtoq. Zo'r joyga gaplashib qo'yganman. Tushsa 200 ming, 300 mingdan tushadi. Sen meni yaqinimsan. Dorishsan ya. Nechi puloti? 5 ming. Rahmat. Kutaman o'rtoq. Hop, o'rtoq. Okey, nechi pul bo'ldi? 150 ming so'm. Okey. 74 ming so'm pulim bor ekan. Qolganiga telefonimni tashlab tursam, bera olasizmi? Yo, to'g'ri tushunasiz akajon. Shu puliga bir kunlik dorini berib tura qoling. Rahmat, oka. Xo'p, sog' bo'ling. Alo. Ha, jigar, bormisan? Men Davronman. Davron, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ko'rinmaysan og'ayni 3-4 safardan beri. Ertaga choyxona bor bolalar bilan, bilasan-a? Bilaman. Bo'ldi, ertaga ko'rishamiz. Anu, blogerlar o'tiradigan joy bor ekan-ku. 3-400 mingdan tushar ekan. O'sha yerda kutamiz seni. Bo'pti, jigar, ha deb ish deb yuravermasdan, jigarlaringga ham qo'shilib tur. Hamma jigaringman, yaqiningman deydi-yu. Bittasi holing nima? Ishing yaxshimi deb so'ramaydi. Baxtidan judo erkak yig'lamasin omad ketsa ham